Quvasoyda mol o'g'riligining yangi tafsilotlari chiqdi. Avvalgi lavhamizda xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli profilaktik tadbirlari doirasida joriy yilning 5-iyul kunidan 6-iyul kuniga o'tar kechasi soat 02:40 larda Quvasoy shahri Yangiobod mahallasi hududida xizmat olib borayotgan Quvasoy shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan Damas rusumli avtomashina to'xtatilib tekshirilganda 3 nafar shaxslar bir dona chorva hayvonini Farg'ona tumani hududidan yashirin ravishda o'g'irlab ketayotganliklarini aniqlashganligini aytgandik. Ushbu holat yuzasidan Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi, mulkiy turdagi jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi hamda Quvasoy shahri, Farg'ona va Quva tumani ichki ishlar bo'limlari xodimlari bilan hamkorlikda tezkor qidiruv tadbirlari olib borilib, buning natijasida ushbu jinoyatni sodir qilgan 3 nafar shaxslar qo'lga olindi. Olib borilgan tezkor surishtiruv tadbirlari natijasida ushbu kimsalar 2026-yilning 29-iyun kuni Quva tumani Katta Qashqar mahallasi, Qashqar ko'chasi raqamsiz uyda yashovchi fuqaroning dala yer maydonidan bir dona narxi 15 million so'mlik chorva molini o'g'irlab ketishganligi. Bundan tashqari 3-mart kuni Andijon viloyati Marhamat tumani Oybek mahallasi, Yong'oqzor ko'chasida joylashgan meva bog' ichida qarovsiz qoldirilgan bir bosh narxi 12 million so'mlik qora molni ham ushbu avtotransport vositasi orqali o'g'irlab ketganliklari aniqlandi. Hozirda mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ushbu shaxslarga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanildi. Hurmatli fuqarolar, o'z mulkingizni ehtiyot qiling va qarovsiz qoldirmang. Bu esa jinoyatga yo'l ochib berishi mumkin. Ogoh bo'ling.